Buni ko'ryapsizlar, bamiya deymiz. Anaqa Pardoy aka sizlar ekkansizlar oldin ham, to'g'rimi? Ko'p joyda aytayapti, shira muammo bo'ldi. Bamiya shira yeb qo'ydi. Lekin bu yerda hech qanaqa shira ham yo'q, hech narsa yo'q. Nima uchun ishlatiladi? Salat yeyish uchun, oziqa uchun. Yana sho'rva qilingan bo'lsa, sho'rvani quyuqlashtirish uchun ishlatar ekan mevasi. Mevasi kichkina paytda iste'mol qilinar ekan. Mana shunaqa paytda. Ha? Mana shunaqa paytda. Yumshoq bo'lar ekanda, salatga solsangiz yumshoq bo'lib qoladi. Shunga olib yurasiz. Lekin bir xil odamlarga ta'mi yoqmagan uchun yemaydi. Atak chet elda juda ham ko'p iste'mol qilar ekan. Yana bitta narsasi bor ekan, buni chet elda muzlatar ekan. Muzlatgandan keyin sirazu olib quritar ekan. Shunda qitirloq bo'ladi, yeyishli bo'ladi. Agar buni ekadigan bo'lsa, shunaqa переработка qiladigan bo'lsak, bemalol sotsa bo'ladi. Bu ikkinchi sortda, bu kechroq, bu ertaroq. Yo'ldan ehtiyot bo'lamiz. O't bosganda mana bu yerda Stilosantus degan o'simlik bor. Stilosantus nima? Stilosantus chorvaga. Ayniqsa bu chet elda shunday ekib qo'yar ekan, tog'oldi rayonlarida shunday o'sar ekanda, buni ko'k paytda mol uncha yemas ekan. Stilosantus qaysi? Mana. Qurigandan keyin xuddi bedaga o'xshab juda ham yaxshi bo'lib qoladi. Yo'q, qurigandan keyin azmi yomg'ir yog'adi, yumshoq qoladi, yaxshi yer ekan. Mol kirmadi. Ko'p yillik. Bu 1 yillik. Lekin urug' tekiladi, yana o'sib chiqaveradi, o'tga o'xshab chiqadi. Mana juda mayda, qattiq, sariq. Buni o'zi ideologiyasi shunaqa ekan, fikri hozir mana bizlarda yaylovga. Ehtiyot bo'lamiz, qayerdadir bo'lishi mumkin-da. Dalada bo'lsa mol yeydi. Mol yegandan keyin molni go'ngi bilan chiqqandan keyin molni o'zi tarqatadi-da yaylovga. O'sha Stilosantusda. Faqat sal bizlarda o'sha urug'kan bo'lgani uchun chiqarish qiynaladi. Iloji bo'lmayapti. Agar uni iloji bo'lsa, hozir mana yaylovni rivojlantirish bo'yicha katta e'tibor berilyapti davlat tomonidan. Uni urug'ini ko'proq ektirib, sekin agar saqlab tursa, keyin ko'paygandan keyin mol o'zi yeb, o'zi tarqataverar ekan yaylovga. Shart emas hech kim buni ekib shug'ullanish. Bitta narsa bo'ldi, buni ekayotganda e'tibor berish kerak ekan. Issiq suv 65 gradus 70 gradus issiq suvga 2 minut solish kerak ekanda. Shunday olasiz. Anaqa birinchi ishqalab olasiz betonga, kichkina joyda ekish uchun. Endi katta joyda iloji yo'q uni. Ozgina ishqalab olasiz, uni uyg'otamiz, issiq suvga solamiz, provokatsiya qilamiz. Keyin olib bir kun iliq suvda turib, ertasi kuni eksangiz bexato chiqar ekan. Buni muammosi chiqarib olish. Chunki post juda ham qattiq bo'ladi. Uni postini shlifovka qilib beradigan nima zavod bo'lyapti o'sha bizda. Xuddi o'sha narsa, shlifovka, kakra shu narsa kerak. Qancha bo'lsa tozalab beramiz. Shlifovka qilmasa, o'sha post juda qattiq bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, Abzuki Mahmudga 2 qator ekilgandi. Qanchalik o'sib ketgan. Bu hali kuzgacha, sovurguncha hamma joyda egallab ketadi. Buni menimcha agar boyaga aytdi-yu, qirg'oqlarga ekib qo'ysak, hamma joyda egallaydi. Begona o'tga ham yo'l qoldirmasa kerak deb o'ylayman, chunki juda ham agressiv o'sadi. Buni, yo'q, qishda o'smaydi. Buni donini chet elda hattoki yosh bolalarning oziqasi bor-ku, shunga maydalab qo'shar ekan. Keyin buni o'zimiz loviyalarga o'xshab ishlatar ekan qaynatib. Doni qizil bo'ladi-da. Maydaron doni qizil bo'ladi. Mana bunga qiziqish fermerlarimizda ham boshlandi. Bu yerdan ko'p fermerlar o'tib turadi atrofdagilar. Kelib bir ikkitasi urug'ini so'rayapti. Chunki determinant qoraqosh loviya. Pakana bo'ladi, birdaniga pishadi. Hozir biz buni bir marta urug'ini terib oldik. Terib olganida qiziq narsa, ikkinchi marta yana gulladi-da, undan keyin yana hosil beryapti. Hosili ham zo'r ekandan keyin. Hozir terib olgandan keyin qoladi. Shuning uchun biz orasiga ekib qo'ydik, ikkinchi qatorni. Bundan bir 5-6 kun oldin ekib qo'ydik. O'zi chiqdi bu, ko'ramiz. Bu 75 kun, 78 kunda pishadi. Ekilgandan keyin. Juda ham tez pishadi. Ana fermerlar kelib moshni o'rniga ekib ko'ramiz, deyapti. Moshni qiynalib o'tirgandan ko'ra buni ekamiz. Kombaynda shunday o'rib olsa ham bo'ladi, agar balandroq qilsak, deyapti. Ekkani bilan buni sotish kerak. Kim oladi? Sotish uchun narsa bo'lish kerak birinchi. Undan keyin sekin-sekin uni yo'lini topadi. Bozori chiqsa, ekilaveradi. Sekin o'rganadi. Shunaqa, o'rgatish kerak. Bozori ham chiqadi. Biz buni bekorga ekmadik, bekor hamma odamlarni chaqirmadik. Ko'rsin, tarqaladi deb. Keyin bir ikkita odam ekadi, u ekadi, bu ekadi, shunaqa ko'payadi. Zo'r ekanligi. Zo'r ketadi, ichki bo'lsaga bo'ladi. Don dukkakli narsa menimcha hech qachon xor bo'lmasa kerak, chunki Dukkakli bu mahsulotni bozori seroq. Bu yerda boyagidan boshlab bu tarafi ko'paytirish ko'chasi bor. Yangi o'zimiz yaxshi deb hisoblagan o'simliklar bu yoqda ko'paytiriladi.
Karmoy lavlagi to'g'ri. To'g'ri. Karmoylar. 10 kilo, 20 kilo bo'ladi. 200 tonnagacha gektaridan. Karmoy beradi. Boyaga aytdik-ku, sort boshida turibdi. Masiya sort bo'lgani uchun buni ko'paytiryapmiz. Qoraqalpog'istonga ekib, yo'da yetishtirsa bo'ladi. Biz Sho'rga chidamli. sho'rga chidamli, qurg'oqchilikka chidamli. Suv tanlamaydi. Ha. Juda ham beor, yaxshi. narsa. Bu 107 kunda pishgan oldin. Endi bu yil ko'ramiz, bu yil ertaroq pishishi ham mumkin. Chunki sharoit yaxshiroq, issiqroq. O'zbekistonning sortimi bu? Bu yo'q, Ikrisat degan xalqaro institut bor, Ikrisat. Shuni sorti bu. O ilgari yetishtirilgan sort. Lekin biz sharoiti ham yaxshi bo'lyapti. Mana ko'ryapsiz, 5 tonna 300 berdi. Bundan 2 yil oldin ekkanimizda. Yaxshi ekan. 5 tonna 300 gacha don berdi. Endi bu yil ko'ramiz, bu yil ko'proq bo'lish kerak. Chunki ko'rinishi yomon emas. Yana bitta narsa zararlashi. Ko'ryapsiz, qushlar uncha zararlamagan bu. Kech bo'lgan. Shu kuni bor ekanda, shu kunni aniq bilish kerak ekan Fardo aka. Ana yeyapti hozir. Ko'p emasda yegani bilan. Anlar pol yeb tashatdi. Buni 3-3 yedi mana. Yumshog'ini yeganda. Qushlarga yoqmaydi-da bu. Qotgandan keyin yemaydi buni. Qaytida bo'lsa buni ham Asosiy yevoradi. o'sha don olib qoldi-da. To'g'ri aytdingiz, oziqa bo'lmagandan keyin tanlamaydi. Oziqa Libon bo'lsa yeb tanlaydi. ketaveradi. Yana bitta narsa bu yumshoq bo'lganiga sut juda shirin bo'ladi-da. Yumshoq, yeyishga ham osonda. Hammasiga o'tirib olib bemalol yeydi. Yana bitta narsani kuzatdik, daraxt. Atrofda qancha daraxt ko'p bo'lsa, zarari shuncha ko'p bo'lar ekan. Soyasida o'qiydi. Sho'rib o'tiradida keladi, o'tiradida keladi. Hech narsa yo'q bo'lsa kamroq keladi-da. Ya anaqa setka qo'yib qo'yibdi. Farg'onada ko'rdikda, setka qo'ygan minglab chumchuq ushlayapti, minglab. Juda ham ko'p. Har kun Zorlaga ham qo'ygan. minglab. Bu tomon ko'rishlari mumkin. 4 ta sorti bor anaqani. Karmoy lavlagi. Ko'ramiz qaysi qanaqa hosil berishini. Qand miqdori necha foiz tashkil qiladi? 7-8%. Karmoydiki sal kamroq bo'ladi-da, 7-8% atrofida bo'ladi. Lekin barcha Ha. Bu yoqda yuramiz, bu yonida yo'l bor. Yuringlar. Kartoshka mana. 3 tasi kelgan chet eldan. Bitta kartoshka edi, shuni sal ko'paytiryapmiz. Ko'ramiz endi qanaqa bo'ladi. Kuzda pishadi endi bu. Bu yoqda o'zimizniki xazina, Andijonniki bo'lsa kerak, adashmasam. Xazina bir. Maqsad.